Aziz o'rganuvchilar, bugungi mavzuyimiz kvadrat funksiya. Xo'sh, funksiyani grafikini yasash. Ikki xil holatda o'rganib chiqamiz. Demak, kvadrat funksiyaning asosiy tashkil bo'lish holati mana bunaqa: ax kvadrat plus bx plus c. Endi buni ildizlari, yechimlari orqali ko'rinishi mumkin yoki parabolaning boshlanish uchlari orqali ko'rinishi mumkin. Ya'ni uning holatlari qanaqa bo'lishi mumkin? A ko'paytirilgan x minus x1 minus x2. Uchinchi holati esa a ko'paytirilgan x minus x0 ning kvadrati plus y0. Mana shunaqa holatda bo'lishi mumkin. Endi bizda funksiya grafikini yasang debdi. Birinchi o'rinda bizda mana shu holatda turgan grafiklarni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda bu grafikdagi, ya'ni funksiyasini ko'radigan bo'lsak, funksiyasi ax kvadrat plus bx plus c holatiga qarasak, a bor ekan, a ning qiymati 1 ga teng, buni oldidagi x ning qiymati yo'qligi uchun b ning qiymatini 0 ga erishtirganimiz uchun x ni 0 ga chaqiraveryapti. Demak, c ning qiymati ham 0 ga teng ekan. Bizda bu grafikni yasashligimiz uchun o'sha 7-sinfdan boshlab ixtiyoriy grafikni yasash uchun bizda jadval tuzishimiz kerak. Jadval tuzganda x ga qiymatlar berib boramiz, ya'ni o'sha koordinata boshining nuqtalarni, ya'ni 0 0, ya'ni 0 dagi qiymati, 1 dagi qiymati, minus 1 dagi qiymatlarni ko'rib chiqamiz. 0 dan 0 ga teng ekan, 1 da 1 ga teng ekan, minus 1 da ham 1 ga teng ekan, 2 da 4 ga teng, minus 2 da esa baribir yana 4 ga teng ekan. Demak, bizdagi bu kvadrat funksiyaning grafiki har doim paraboladan iborat bo'lsa, boshlang'ich nuqtasi bizda 0 0 nuqtadan boshlanayapti va o'shandan o'sib ketyapti ekan. Buni ko'rib chiqadigan bo'lsak, minus 1 da 1 ga teng, 1 da 1 ga teng, 2 da 4 ga teng va hokazo va hokazo. Shu nuqtalar orqali birlashtirib chiqsak, grafikimiz hosil bo'lyapti. Demak, mana shu nuqtani grafikda oladigan bo'lsak, birinchi misol yechimi grafik chizildi. Xo'sh, endi 5-masalaga qaraydigan bo'lsak, 5-misolning grafikini yasang deyapti. Bu yerda a ning qiymatlari bor. Bizda har doim ABC-ga bog'lab ishlasak ham bo'ladi yoki jadval ko'rinishidagi qiymatlarni topib grafikni chizsak bo'ladi. Birinchi o'rinda shunday grafik chizadigan bo'lsak, ya'ni jadvalcha qo'yaveramiz x, y qiymatlar orqali. 0 qiymat berganimizda 0 qiymat bersak 3 ga teng ekan. Xo'sh, 1 qiymat beradigan bo'lsak, 1 dan 4 deb tashlasak minus 3 va 3 ga qo'shadigan bo'lsak, 1 qiymatdan 0 ga teng ekan. Keyingi holatiga qaraydigan bo'lsak, 2 qiymat beramiz. 2 ning kvadrati 4, 4 dan olib tashlaymiz 8 da minus 4 minus 4 ga plus 3 ni qo'shadigan bo'lsak, demak necha bo'lar ekan? Minus 1. Ikkinchi yechimimiz endi 3. 3 qiymat beradigan bo'lsak nimaga teng bo'ladi? 3 kvadrat 9, 9 dan ayirib tashlaymiz 12 ni va 3 ni qo'shadigan bo'lsak, 3 da ham 0 ga teng. Minus 1 qiymat beradigan bo'lsak nimaga teng bo'lib qoladi? Minus 1 qiymat beradigan bo'lsak, minus 1 da kvadrati baribir 1 plus 4 5, 5 dan 3 ni qo'shadigan bo'lsak 8. Demak, minus 1 da 8 ga teng bo'lib qolar ekan. Grafikda bizda dastlabki holat bo'yicha aytib o'tdik, boya boshlang'ich nuqtasi grafikdagi boshlang'ich nuqta, ya'ni parabolaning uchi hisoblanadi. Parabolaning uchi mana bu qizil rang bilan belgilab qo'yapman. Parabolaning uchi mana shu yer bo'ladigan bo'lsa, buning uchlarini har doim x0 va y0 nuqtalaridan kesib o'tadi. x0 qiymatimiz bizda minus b taqsim 2 formula ko'rinishda, y0 qiymatimiz esa minus d taqsim 4a formula ko'rinishda yoki f at x0 ning qiymati bu y0 ga teng degan holatni beradi. Mana shu hosildan foydalangan holatda bu masalan bu grafikni chizadigan bo'lsak, x0 ni topib olamiz, ya'ni parabolaning uchlarini topmoqchimiz. x0 minus b taqsim 2 minus 4 taqsim 2 ko'paytirilgan 1. Hisoblaydigan bo'lsak, buning natijasi 2 ga teng ekan. Demak, x0imiz 2 da turibdi ekan. Xo'p, endi 2 ni olib borib 10 ga borib qo'yganimizda qiymatimiz minus 1 da turibdi. Demak, minus 1 2 buning parabolaning boshlanish nuqtasi ekan. Va keyingi nuqtalarimiz 3 dan 0, 1 dan 0 ga teng ekan. Parabolamiz mana shu tarzda tepaga qarab chiqib ketar ekan. Va bizda 0 qiymat berganda 3 ga teng bo'lganligi uchun parabolamiz mana shu yerdan pastga qarab tushib ketyapti. Mana shu parabolaning, ya'ni funksiyaning grafiki parabola holatdagi ko'rinishi. Keyingisi bizda endi mana bu 7-8-grafikka qaraydigan bo'lsak, 8-grafikda a ning qiymati manfiy
bizda a ning qiymati har doim bog'liq. A agar 0 dan katta bo'lsa, parabola shoxlari tepaga qaraydi. Agar a ning qiymati 0 dan kichkina bo'lsa, parabola shoxlari pastga qarab qoladi. Mana shu holatda qaraydigan bo'lsak, yana jadvalcha va x0, y0 lar kerak bo'ladi. x0 ning qiymatini topa olamiz. minus 6 taqsim 2 ko'paytirilgan minus 1 soddalashtiradigan bo'lsak 3 ga teng ekan. Va ildidagi ishora bilan minus 3 ga teng bo'lib qolar ekan. Minus 3 ni dastlabki holatga borib qo'yamiz. Minus 9 ga qo'shamiz 18 da 9, 9 dan 7 dan 2 ekan. Minus 3 da 2 ga teng bo'lar ekan. Mana bu parabolaning uchi ekan. Endi bizda nimalar ma'lum? O'sha jadval bo'yicha ishlaydigan bo'lsak ham x va y qiymatlarini topib olsak, shu parabola uchi koordinatasi atrofidagi qiymatlarni berib ko'ramiz. -4 da nimaga teng? -4 qiymat berganimizda, xo'sh, -16, 24, 8 1 ga teng ekan. Ikkinchi holatda -2 qiymat berganimizda, -2 kvadrati 4 -4 12 8 bunda ham 1 ga teng ekan. Demak, -2 da ham 1 ga teng. Grafikimiz mana shu nuqta, mana shu nuqta, mana bu yerdagi nuqtalardan o'tib ketar ekan. Va parabolamiz mana bu tarzda o'tar ekan. Mana shu tarzda o'tar ekan. Demak, parabola shoxlari pastga qaradi, 0 dan kichkina bo'lganligi uchun hamma shartimiz qanoatlantirildi. Yana bitta holat bor, bu yerda diskriminant. Diskriminant agar 0 dan katta bo'lsa, ox o'qini ikkita nuqtada kesib o'tadi. Agar bundan diskriminant olaveradigan bo'lsak, 36 ga qo'shib yuboramiz 28 da. Demak, 64. Demak, diskriminant 0 dan katta bo'ldimi, ikkita ildizi borligini chizmasdan turib ham bilsa bo'lar ekan. Aytib o'tganimizdek, 11-masalaga qaraydigan bo'lsak, bizda funksiyani ox o'qi bilan kesishish nuqtasi, ya'ni ox o'qini kesib o'tish uchun parabolamiz. Mana bu parabolaga qaraydigan bo'lsak, ox o'qini kesib o'tish uchun bizdagi parabola mana bu ox o'qini kesib o'tish uchun x ga qanaqadir qiymat berganda y qiymatlari 0 ga teng bo'lishi kerak. X ga qanaqadir qiymat bersak, y qiymati 0 ga teng bo'lishi kerak. Demak, biz qanaqadir x ga qiymat berishimiz kerak ekan, bu yerda y ning qiymati 0 ga teng bo'lsin. Mana shu yerda x ning qiymatlariga. Xo'p, o'sha uchun nima qilamiz? Buni o'zini 0 ga tenglaymiz va diskriminant olamiz. Diskriminant olib, o'sha x1 va x2 qiymatini topsak, u demak, ox o'qini kesadigan nuqtalar hosil bo'lar ekan. Agar diskriminantimiz 0 dan katta bo'lsa, ikkita o'qqa ega bo'ladi. Xo'p, diskriminantimiz 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bitta. Agar diskriminant 0 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, bo'sh to'plam yoki birorta ox o'qini kesib o'tmaydigan holat hosil bo'ladi. Biz diskriminant oladigan bo'lsak, o'sha nuqtalarni yana toping deyapti. Xo'sh, diskriminant oladigan bo'lsak, diskriminantimiz 49 ga ayirib ekanmiz. 24 dan natija 25 va x1 2 qiymatdan topadigan bo'lsak, 7 plus minus 5 taqsim 2 natija 6 ga 1 ekan. Demak, 6 yu 1 degan yechimlarimiz hosil bo'ldi. Nuqtalarni belgilaydigan bo'lsak, 6 yu 0 va 1 u 0 nuqtalarda demak ox o'qini kesib o'tar ekan. 16-misolga ham qaraydigan bo'lsak, 16-misolda endi a ning qiymati manfiy bo'lgan holat bo'yicha parabola shoxlar pastga qaragan va bu ox o'qini kesib o'tishligi uchun yana diskriminantimiz 0 dan katta bo'lishi kerak yoki holatini ko'rib chiqamiz. Diskriminant oladigan bo'lsak, 4 ning kvadrati minusdan 21 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan minus 1. Soddalashtiradigan bo'lsak, bu yerda 96 24 emas, 21 ekan. Ko'paytiradigan bo'lsak 84 ga 16 ni qo'shadigan bo'lsak 100. Demak, diskriminant ildizdan chiqdi. x1 2 yechimdan topadigan bo'lsak, -4 plus minus 10 taqsim 2 ko'paytirilgan minus 1. Soddalashtiradigan bo'lsak, buning qiymati birinchi holatda -6 taqsim -2, ikkinchi holatda esa -6 emas, +6 taqsim -2, keyingi holatimiz esa -14 taqsim -2. Natijamiz 7 ga, yechimimiz -3 holatlar hosil bo'lar ekan. Shundan kelib chiqibdiki, -3 da 0 bitta nuqta va 7 da 0 yana bitta nuqta hosil bo'ldi.